Assalomu alaykum boshlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hoji bobo, hoji ona, aka uka, opa singillar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar uchun Chorva Info kanalida 1 2 3 4 yosh molimizni obzor qilib o'tamiz. 2 yosh ena bola sigirlarimiz, 2 yosh bo'g'oz suti bor. Hammasi xudo xolasa bo'g'oz. Sizlar uchun eng zo'rlarini Chorva Info kanalida tomosha qilib boringlar. Jaloliddin, keling endi bir obunachilaringizga bir ko'rsating, endi mollarni bir obzorlarni qiling, ma'lumotlarni berib o'ting. Assalomu alaykum Chorva Info obunachilari, hurmatli sigir cholish quvozlar. Aka, mollar ko'rsatdingizmi bir qator? Bir qator ko'rsatdik. Pullari yengil, zo'rlarini olib kelib qo'ydim aka bugungalik. Ammo yemoq ichmog'i sog'ligida vahshiy muammosi yo'q mollarda aka. To'ra molimiz ham bo'g'oz. 2 ta ena bola, 2 ta yakka xudo xolasa. 1,5 oylikdan tortib 6 oylik, 5 oylikgacha bor aka. Mollar ko'rsatdingiz o'zingiz. Bir qator. Chitirnaqagacha ko'rsataman aka mollarni. O'zim hozir bismillahirrohmanirrohim. Ovunashlar bittadan laykni bosib turishsa xudo xolasa. Birinchi molimiz aka mana. Kichkinasidan boshlaylik aka mana. Puli yengilidan, Puli yengilidan. Ovunashlarda kirish qism qilib olamiz mana. Bo'ldi. Aka, Endi cho'chiyapti. mana 1.15 pilusida aka, mol ko'rsatib qo'ying. 1.18 chiqyapti. 1.15 pilusiga olaversin. 3 oylik molimiz aka, xudo xolasa. 3 litr suti bor. Bo'ylari 1.18 ga 1.15 ga olaversin. Tishlarini ham ko'rsataymi mana shu molni. Ke jono. Tak. O'ta xo'radan quruq tomonni yeyapti. Mana. Mana. Seni qarang. 4 ta turibdi. Lapatchi bo'lyapti aka. Hojona hojotalarim duo qilib turishadi xudo xolasa. 3 oylik bo'g'oz, bo'ylari 1.15, 3 litr suti ham bor aka, xudo xolasa. Bu molimiz narxi obunachilarga yoqadigan qilib 16 million 500 desam bo'ladimi? Yo'q, men bilasiz, doim obunachilar uchun talashaman, ha? 16 million 500 qimmatli qilaman aka. 16 million so'm, dastavkasi sizdan. Bor barak. 16 million so'mga mana. Sizni hurmatingiz aka, obunachilarning hurmati. Molni bitta ko'rsating. Mana. Yomon kuchli mol aka. Yemoq ichmoq sog'ligidan o'ta muammo yo'q xudo xolasa aka. Ekranga 2 marta turib layk qizartirib qo'yishlar, keyingi molimiz aka. Laykni bang'illatib turasizlar akalar. Bolasi yo'q. Bu 3 yoshmi bu molimiz? Aka bu 3 yosh xudo xolasa. Qonida 4 oylik. Yonida bolasi bilan. Yerida suti bilan aka. Bola novoz, shved. Bolani turuvini qarang aka, bu bolani qarang aka. Oqloq bo'lgan bo'lsa hali yoshi yetmadi-da bu. Qonida 4 oylik. Tug'adi 40-da bo'g'oz bo'ladi aka bu mol yana. O'zimiz eski parodalardan jaydar, ha, yerga yaqin. Dumini qaranglar mana. Yelini yerga. Dumi yerga tegib turgan molda suti ko'p bo'ladi deydi akalar. Tibbiy yo'lda o'tib yuradigan molda aka bu mana. Har 6 oyda. Mana aka. Molni bo'yi 1.20 ekan. 1.20 ga olishaversan aka, chunki 1.20 plyusga chiqyapti. 1.20 ga aka dastlabki vodiy o'ylab besiladik. 4 oylik molimiz. Tishini ham ko'rsatib qo'yaman. Hamma ma'lumotlarni berib, tishini ham ko'rsatib. Voy, yomon baquvvatda bu lekin bor, jonivor. Aka, mana tishlari. Lapatga ham 8 ta. O'ta. Yer o'lsa ham bo'laveradi aka. Albatta. Mana molimiz akalar. 6 litrga olsan aka bu O emyapti bu molimizni. Shunday bo'ldi aka. 8 ta suti bor, 6 litrga olarsiz xudo xolasa aka. Bu molni narxi o'zi maksimal necha pul bo'lyapti aka? Bu so'royli bo'g'oz. qimmat bozorda. 25 million bormi? Albatta 25 million. Bu bolasini necha pul 12 million bormi aka? 13 million. Shunaqa. Ikkovini qo'shganda 3 million ayrsam bo'ladimi aka? Omnashlarga yoqadimi? Azakam pul rol o'ynamayapti. Siz arzonchi bo'lasiz. Men siz bilan ham yana siz talashmaysiz bitta boqa aytaman. 35 million so'm kami bor, 4 oylik, yonida o'zi talashmaydigan qilib aytdingiz o'zi. 3 oy. Mana 4 oylik, yonida novoz bolasida 8 litr suti bor aka. Talashmaysiz aka. Rastaki vodiy bo'ylab besiladi xudo xolasa aka. Molni ko'rsating-da. Mana molimiz akalar. O'ta kuchligidan aka xudo xolasa. O'ta mu. Ko'ringlardan o'ta zo'ratmaydi. Yaltillab ketibdi bu molimiz. Mollar zo'r aka xudo xolasa. Xo'p, keyingi molimiz. Birinchi bo'yni o'lchashdan boshlaymiz. Har galgidek. Aka. Mana.
Molimizni bo'yi Kameradan cho'chiyapti. 1.20 ga chiqyapti mana. Aha. 1.15 kilosi olsin, aka, xudo xolasa xijolat. Bu molimiz 8 ta suti bor. Qonida 1.5 oylik bo'g'iz. Yelini ham, chandillari ham zo'r ekan. Aka bu 3 yoshda mana. Bolani qarang, bolani ham berib qo'ygan. G'unaji aka buni bolasimi? Tishini ko'ryapsiz. 3 yosh bu molimiz ham bo'g'ozmi? Bu ham bo'g'oz aka. 3 yosh. Ikkita mol 3 yosh dedimi boshida aka? Tishini ko'ring bitta. Tishi 8 ta lapat bo'g'oz aka. Obunachilar negativlar yozmaydigan narx bo'ladi aka, xudo xolasa bugun. Buni ham bitta akanizdan ham 1 million so'm arzon aytasiz. Aka, endi o'zi bu mol arzon aytadi. Men arzonchi bo'laman aka. Nech pul aytdi? 24 aytaymi? Yo'q. 22,5, 23 desam tushaman aka. Yo'q. Keling, qo'lda bering. 22 million 500 ming so'm dastlabkasi vodiy bo'ylab. Bor baraka. Mana aka molni ko'rsatib. Dastlabkasi ham sizda. Dastlabki Marsgacha aka. Raketa bilan chiqib beraman aka. Bo'ldi. Eshigi bo'lsa bo'ldi. Eshigi bo'lsa bo'ldi aka. Mana akalar, bolasi G'unajin Eston. Enasi 8 litr sutga 3 yosh. Xijolat qilmaydi aka. Mollar bizdan olgan odam ziyon qilmaydi aka, xudo xolasa. 4-molimiz. Mana shu molni aka bunga bitta lakni bosmasa bo'lmaydi. Negativlar umuman yozmasin menga aka. mana shu mol uchun ham. Yozmasin, tilla, chertib olganman aka buni. Bu molimi aka bo'yini o'lcha birinchi. Birinchi bo'ylarni o'lchab bering. Kameradan rosa qo'rqar ekanman. Tarixiy dehqonni. 1.28 chiqyapti. 1.25 ga olsin aka, xudo xolasa hajolat qilmaydi. 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik bo'g'oz. 5 litr. Suti ham bor buni. Necha litr? 5 litr sut. Oh, 5 litr sutga 5 oylik bo'g'oz. Obunachilar ham bo'g'oz ham suti borligini so'radi, akam olib kelib qo'ydimmi? Obunachilardan lakt bosib turadi. Bittadan bang'alatib qo'yasizlar akalar. Bitta tishini ham oching bitta. Mana qarang aka. Oh, 6 kurak ekan. Bu aka xudo xolasa kelajagi oldi. Bankdan qarzi yo'q, krediti yo'q mol aka. Molni qarang. Bu molni aka nech pul aytdi? Nech pul aytdi aka mana shu molni mana. 24 aytsam, obunachilaringiz portlatib olsa negativ bilan, ha? 23 aytsamchi? Yo'q, qo'lda bering. Qani? 22 million so'm. Aka siz, ey, siz bu mollardan 1 milliondan tushdingiz. Dastlabki vodiy bo'lib, obuna bo'lib qo'ysa bo'ldi. 22 million so'm dastlabki vodiy bo'ylab 5 platni aka. Xudo xolasa. Nima deyaptiman akalar? Men doim sizlar uchun bilasizlar, talashib kelaman. Bittadan laykni bosib tursa bo'ldi. Mollar seroq, xudo xolasa. Har kuni efir qilamiz aka. Ekran ikkitadan urib qo'yishadi. Mollar bitta ko'rsatib qo'ying, obunachilar bilan xayrlashib qo'ying aka. Mana mollarimiz akalar. Ena bola 3 yosh, bo'g'oz suti bor, kuni yaqin, oy yaqinlaridan. Xo'p, obunachilar, sizlar bilan keyingi efirlarimizda ko'rishib qolgunga to'g'ri sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Chorva Info kanali